Instagramni tutib o'tirsam, zaprosimga shunaqa SMS keldi. Komolechka, asalim, iltimos, mani kutib turing. Men bayram o'tgandan keyin 1-yanvarda siz bilan og'zaman. Men surazi qiziqib, nimaga bayramdan keyin desam, chunki bayram oldi tayyorgarlik bo'lib, dietamni buzib qo'yaman dedilar. Bilasizlarmi, qizlar, shuning uchun ham men sizlarga million marta aytyapman, biz dieta qilmaymiz, biz to'g'ri ovqatlanamiz. Biz hamma narsa yeb, ovqat yeb ozamiz deb. Xo'p, kelinglar, undan ko'ra gap ko'paytirmasdan hozir men sizlarga bayram kunida qanaqa qilib to'g'ri ovqatlanishimizni поддерживать qilib turishni o'rgataman. Xullas, 31-yanvar kuni bilaman, ko'pchilikning uyida целый день narsalar pishiriladi, salatlar pishiriladi va kechga borib soat 6 dan keyin dasturxonni atrofiga yig'ilib olib ovqatlanish boshlanadi. Nima qilamiz? Xo'p, qizlar, ovqatlanayotganinglarda hech narsadan cheklov bo'lmasin. Mayli, nima yesanglar yeyinglar. Lekin iloji bo'lsa, o'sha paytda ham 3 marta, bir kunda 3 marta ovqatlanishga harakat qilinglar. Ya'ni yangi yilni, eski yil oxirgi kuni 31-dekabr bo'lgani uchun ertalab birgalikda hamma bilan zavtraq qilinglar, obed qilinglar va kechki ovqatda ujin qilinglar, ya'ni soat 6 da. O'shandan keyin iloji bo'lsa hech narsa yemaslikka harakat qilinglar. Lekin yo'q, hamma yeyapti, men ham yegim keladi. Yana bitta qiz aytdilar, men imizikliman, hammani ko'rib yegim kelib ketadi dedilar. Agar rostdan ham shunaqa yeginglar kelib ketadigan bo'lsa, mayli, istisno sifatida yeyinglar va ertasi kuni outfage kuni qilinglar. Outfage kuni qanaqa bo'ladi? Ertalab 1-yanvarda 2026-yil uyg'onganinglardan keyin iliq qaynagan suv bilan kuninglarni boshlaysizlar va kun bo'yi qorninglar ochganida ham, ochlikni his qilganinglarda ham, chanqaganinglarda ham faqat suv ichib yurasizlar. Ana o'shanda bir kun oldin yegan ovqatlaringlarning kaloriyasini ertasi kungi bilan balansga qo'shib olasizlar. Foydali ma'lumotlar bo'lgan bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'ying va stranичкамga obuna bo'ling. Hali ozish bo'yicha ko'p maslahatlarni sizlarga berib boraman.